Aholini eng qiynaydigan masalalardan biri boshqaruv kompaniyalari, ya'ni JEK haqida gaplashamiz. Ijtimoiy tarmoq orqali bizga ko'plab JEK, ya'ni aholi tilida JEK desa ko'pchilik tushunadi. Bugungi kunda boshqaruv servis kompaniyalari deb nomlanyapti. Mana shu haqida savollar kelyapti. Biz savollarni to'plab javob berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savoli, JEK qanday tayinlanadi yoki saylanadi? Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunga ko'ra, boshqaruv kompaniyalarining faoliyati tartibga solinadi. Demak, u yerda boshqaruv kompaniya 3 ta bo'lishi mumkin, ya'ni 3 xil shakli bor. Bu xususiy boshqaruv kompaniyalari bo'lishi mumkin, yoki shirkat bo'lishi mumkin, yoki o'zini o'zi boshqarish bo'lishi mumkin. Demak, mana shu 3 ta faoliyatdan birini fuqarolar tanlashi mumkin. Boshqaruv kompaniyalarini aholi saylaydi, ya'ni hech kim tayinlamaydi. Uni vazir ham, hokim ham hech kim tayinlash vakolatiga ega emas. Uni faqatgina aholi saylaydi 51% ovoz bilan. Ya'ni tartibi qanday bo'ladi? Yangi dom qurildi va mana shu uyda, ko'p qavatli uylarda aholi yashayapti. Aytaylik, 100 ta xonadon yashayapti. 100 ta xonadon kelishib birgalikda e'lon beradi. Biz boshqaruv kompaniyani bo'yicha yig'ilish o'tkazamiz. Yig'ilish o'tkazish haqidagi o'sha yo'laklarga, aytamiz, podyezdlarga e'lon yopishtiriladi. Aytaylik, 10 kundan keyin biz yig'ilish qilmoqchimiz. Boshqaruv kompaniyani biz saylashimiz kerak. Aytaylik, ushbu yig'ilishga 3-4 ta boshqaruv kompaniya ham jalb qilingan. Mana shundan so'ng aholi 51% yig'ilsa, demak, bu vakolatli bo'ladi va yig'ilish davomida boshqaruv kompaniyaning xizmatlari aholiga taklif qilinadi. Ya'ni ularning xodimlari tomonidan yoki vakili tomonidan taklif qilinadi. Ya'ni nimalar bo'ladi? Nima xizmatlar amalga oshiriladi va bu xizmat uchun qanday to'lovlar amalga oshiriladi? Aholi o'rtasida boshqaruv kompaniya bilan kelishuv bo'lgandan so'ng qaysi boshqaruv kompaniyaning xizmati yoqsa, aholi ovoz beradi va mana shu qatnashganlarning 51% yoqlab ovoz beradigan bo'lsa, ushbu boshqaruv kompaniya saylangan hisoblanadi. Demak, qonuniy tartib mana shunday bo'ladi. Agar sizni hududingizdagi hokim saylagan bo'ladimi, vazir qaror chiqargan bo'ladimi, demak bu holat noqonuniy hisoblanadi. Mana shunday noqonuniy holatlar bor uchun men bu gaplarni aytyapman. Ya'ni qo'limda Olmazor tuman hokimining 2025-yil 15-fevraldagi qarori mavjud. Demak, mana ushbu qarorda, ya'ni boshqaruv servis kompaniyalarini optimizatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Demak, qarorga ko'ra boshqaruv kompaniyalarga, ya'ni MCHlarga hududlar, mahallalar biriktirib berilyapti. Demak, mana shu qaror qonunga zid hisoblanadi. Ya'ni hokimni mulki emaski ko'p qavatli uylar, hokimda umuman bunday vakolat mavjud emas. Chunki ko'p qavatli uylar hokimiyatda yoki hokimning mulki emas. Buni saylash yoki tayinlash faqatgina fuqarolarning mutlaq huquqi hisoblanadi. Mana shu qaror bilan faoliyat yuritayotgan barcha boshqaruv kompaniyaning faoliyati noqonuniy hisoblanadi. Demak, mana shu Olmazor tumanida yashovchi fuqarolarning barchasi, demak, noqonuniy pul to'lab kelayotgan hisoblanadi. Demak, qonun bo'yicha mana shunday tartib belgilangan. Ushbu qaror qonunga nisbatan zid hisoblanadi. Ushbu qarorni siz bemalol sudga berib, haq emas deb topishingiz mumkin. Bu holatda siz ma'muriy sudlarga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Demak, keyingi savol, hamma JEKga ham a'zo bo'lish shartmi degan savol berilyapti. Bir narsani tushunishimiz kerak, barcha alohida bo'lib bu ko'p qavatli binoni boshqara olmaydi. Ya'ni, agar 100 ta xonadon yashayotgan bo'lsa, uni bittasi ham tomni, ham podyezdni yoki yerto'lani qarash imkoniyatiga va mablag'iga ega bo'lmaydi. Shuning uchun umumiy mulk tushuncha bor. Ushbu umumiy mulkni boshqarish uchun alohida kimnidir tayinlash kerak bo'ladi. Ya'ni aholi kelishib kimnidir tayinlaydi va buning uchun pul to'laydi yoki bo'lmasa mana shunda faoliyat yuritayotgan boshqaruv kompaniyani jalb qilish kerak bo'ladi. Agarda siz boshqaruv kompaniyani saylamaydigan bo'lsangiz, vazirlik, ya'ni 3 oy muddatda sizni ko'p qavatli uyingiz boshqaruv tayinlamasa, ya'ni saylamasangiz, demak, vazirlik kelib sizni yashayotgan ko'p qavatli uyga ochiq tender asosida boshqaruv kompaniyalarini jalb qilish huquqi mavjud. Agarda siz 3 oy muddatda, demak, boshqaruv kompaniyani saylamasangiz, vazirlik kelib, ya'ni inspeksiya, nazorat qiluvchi tashkilot bor. Ushbu qonun bo'yicha ham bugungi kunda qurilish va uy-joy
kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi va uni qoshidagi inspeksiyalar. Hozir inspeksiyamiz adashmasam Vazirlar Mahkamasi huzuriga o'tkazildi. Demak, mana shu uy-joy inspeksiyasi mana shunday holatni o'zi shug'ullanib, demak, tender asosida boshqaruv kompaniyani jalb qilishi mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. JEK fuqarolar bilan shartnoma tuzishi shartmi? Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga ko'ra, boshqaruv kompaniyalar shartnoma asosida xizmat ko'rsatishi kerak. Chunki agar yig'ilish bayonnomasida ko'rsatilmagan bo'lsa, ya'ni xizmatlar turi va to'lov turlari ko'rsatilmagan bo'lsa, albatta shartnomada ko'rsatiladi. Chunki fuqarolar nima uchun pul to'layotganini albatta bilish kerak. To'langan pul uchun nima xizmatlar qabul qilishini fuqarolar bilishi kerak. Bugungi kunda mana shunday kommunikatsiya mavjud emas. Ya'ni fuqarolar pul to'layapti, uning uchun, demak, xizmatlar qabul qilmayotgani uchun fuqaro va boshqaruv kompaniya o'rtasida nizolar yuzaga kelyapti. Prezidentimizning shu 51-52-sonli qarorda ham aytib o'tilganki, shartnoma asosida faoliyat yuritishi belgilab qo'yilyapti u yerda ham va qonunda ham bu ko'rsatilgan. Demak, boshqaruv kompaniyalar albatta fuqarolar bilan shartnoma tuzish kerakligi ko'rsatilyapti. Fuqaro qachonki shartnoma tuzishni rad qilsagina bayonnoma kuchga kiradi bu yerda. Ya'ni boshqaruv kompaniya shartnoma tuzishni taklif qildi, fuqaro bunga rozi bo'lmadi, lekin aholining yig'ilish bayonnomasi bor. Mana shunday holatdagina fuqaro bilan shartnoma tuzmasdan faoliyat yuritishi mumkin. Lekin boshqa holatlarda albatta shartnoma tuzish shartligi, kerakligi ko'rsatib o'tilyapti. JEKdan qanday qilib chiqib ketish mumkin? Ya'ni JEKdan chiqish uchun siz na hokimiyatga, na vazirlikka murojaat qilishingiz kerak emas. Aholi yig'ilish qiladi. Ya'ni siz boshqaruv kompaniyani qanday qilib saylagan bo'lsangiz, xuddi shunday qilib chiqib ketishingiz mumkin. 51% aholi yig'iladi. Boshqaruv kompaniya masalasi ko'tariladi. Bayonnoma tuziladi va qaror qabul qilinadi. Boshqaruv kompaniyadan chiqish haqida qaror qabul qilinadi. Bo'ldi. Mana shu hujjat boshqaruv kompaniyadan chiqish uchun asos bo'ladi va yagona yuqori kuchga ega bo'lgan hujjat hisoblanadi. Ushbu hujjatni olib siz Uy-joy vazirligi, ya'ni Qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ariza bilan murojaat qilasiz. Demak, mana bizning yig'ilish bayonnomamiz, biz chiqib ketganmiz, billing tizimidan o'chirib yuboringlar degan mazmunda siz ariza bilan bayonnomani ilova qilishingiz mumkin. Chiqish uchun na hokimiyatga, na vazirlikka murojaat qilishingiz shart emas. U tomon u olgan kreditlar nima bo'ladi, aholining qarzdorlik masalasi nima bo'ladi degan savollarni boshqaruv kompaniyaning o'zi sud orqali hal qiladi. Ya'ni biror bir vaj bilan sizni boshqaruv kompaniya chiqishga undashga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni qonun bilan u chegaralanmagan. Demak, yana shunaqa muammo kelyaptiki, tadbirkorlardan JEKlarga fuqarolar va tadbirkorlar bir xil pul to'laydimi yoki alohida pul to'laydimi? Hurmatli fuqarolar, demak, agarda fuqaro bilan tadbirkorga bir xil xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, albatta bir xil pul to'lanadi. Mabodo agarda sizga qo'shimcha xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, agarda sizni shu tadbirkorlik subyektingiz birinchi qavatlarda yoki podvalda joylashgan bo'lsa, sizga nisbatan, misol uchun, farroshlik bo'lishi mumkin, yoki bu joyni tozalash kerak bo'lishi mumkin, yoki qo'riqlash xizmati bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shimcha xizmatlar sizga ko'rsatayotgan bo'lsagina, siz qo'shimcha xizmat uchun haq to'lashingiz kerak. Lekin boshqa biror bir holatda fuqaroga qilinayotgan xizmat bilan sizga qilinayotgan xizmat bir xil bo'lsa, demak bir xil pul to'lanadi. Ya'ni qonunda hech qanday chegara mavjud emas. Biz mana kommunalniy xizmatlarda alohida tariflar mavjud, lekin boshqaruv kompaniyaga to'lanayotgan pullarda alohida tariflar mavjud emas. Bu o'zaro boshqaruv kompaniya bilan fuqarolar va tadbirkorlar o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshiriladi. Yana bitta savol keladiki, mana shu joyda 5 ta uyim bor yoki 10 ta uyim bor. Men bitta ovozga egamanmi yoki 10 ta ovozga egamanmi? Demak, sizni mulkingiz nechta bo'lsa, u yerda shuncha ovozga egasiz. Chunki siz u yerda har bitta xonadon hisobga olinadi. Demak, har bitta xonadonda siz 10 ta uyning egasimisiz, demak siz 10 ta ovozga ega bo'lasiz. Ya'ni 10 ta uyning mulkdori hisoblanasiz. Bugungi kunda boshqaruv kompaniya va aholi o'rtasidagi qarzdorlik muammolari juda avjiga chiqqan. Nima uchun? Chunki to'langan pulga yarasha boshqaruv kompaniyalari xizmat ko'rsatmayotgani uchun aholi o'rtasida pul to'lamaslik holatlari ko'paymoqda va uchramoqda. Lekin boshqaruv kompaniyada shunaqa richaklar borki, hech bir ish qilmasdan
ushbu rechaklarni ishga solib, fuqarodan pullarni undirib olyapti. Ya'ni sudlarga murojaat qilishda davlat bojidan ozod bo'lgan. Shuningdek, kredit olishda va soliqlarda turli imtiyozlarga ega. Ya'ni bu boshqaruv kompaniyalar juda katta imtiyozlar va juda katta rechaklarga ega. Qarzdorligi bo'lsa, ya'ni asosiy qarz bo'ladimi, asossiz qarz bo'ladimi, sudlarga murojaat qilyapti, sud buyrug'i chiqaryapti va sud buyrug'i majburiy ijroga yuborilyapti. Majburiy ijro orqali demak fuqarolardan pul undirilyapti. Ba'zi bir fuqarolar huquqlarini bilganlari e'tiroznoma yozib sud qarorlarini bekor qildiryapti, ya'ni sud buyrug'ini. Huquqlarini bilmaganlar esa majbur bo'lyaptiki, majburiy ijro qo'ymaydi, baribir pulni to'lashga majbur bo'lyapti. Agarda sizga mana shunday holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, ushbu video tagida havola qoldiraman. Ushbu havola orqali siz sud buyrug'idagi ma'lumotlarni kiritgan holda o'zingiz ariza namunasini, ya'ni e'tiroznoma namunasini tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi va sudga taqdim qilsangiz, sud o'zini chiqargan qarorni o'zi bekor qiladi. Ya'ni sud buyrug'i nizosiz holatda chiqqani uchun, ya'ni siz unga e'tiroz bildirsangiz, sud buyrug'i bekor qilinadi. Lekin sud buyrug'i juda ko'p holatlarda bekor bo'lyapti. Biroq ushbu qarzdorlik billing tizimida o'chmayapti. Aholini oyog'iga sirtmoqdek yopishgan bu billing tizimi aholini manfaatiga emas, bu boshqaruv kompaniyaning manfaatiga xizmat qilmoqda. Lekin uni nazorat qiluvchi tashkilotlar o'z vakolat doirasida nazorat qilmayapti deb bemalol ayta olamiz. Chunki biz mana sudlarga murojaat qilyapmiz qarzdorlik masalasida. Sudlar esa jinoyat alomatlari bor bo'la turib. Chunki boshqaruv kompaniya asos bo'luvchi yig'ilish bayonnomalaridagi imzolar soxtalashtirilgan holatlarda boshqaruvchi kompaniya bo'lib kelib qolgan. Biz sudlarga murojaat qilyapmiz. Bu mana bu fuqaroning imzosi soxtalashtirilgan. Bularga nisbatan chora ko'ringlar va haqqi emas deb topinglar deganimizda sudlar tomonidan bu holatlar inobatga olinmayapti. Negadir? Mana biz yana bir holatni mana ma'muriy sudlarga bergandik. Ya'ni billing tizimidan majburiy chiqarib tashlash to'g'risida berganimizda vazirlikning xodimi, ya'ni qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirlik xodimi kelib turib bizga mana bu hokimning qarorini ko'rsatyapti. Ya'ni hokim qaroriga ko'ra deyapti, boshqaruv kompaniya biriktirilgan. Lekin vazirlik xodim bilyaptiki, bu noqonuniy qarorligini. Demak, mana shu noqonuniy qaror bilan qanday qilib billing tizimiga qabul qilgan? U yoqdagi qabul qiluvchi bu noqonuniy qarorligini, ya'ni qonunda hokimning qarori chiqarishi mumkin emas, aholi buni saylash kerakligini bila turib, qanday qilib billing tizimiga qabul qilgan ekanligini biz sudga tushuntirishimiz umuman inobatga olinmayapti. Ya'ni rad qilinyapti. Iqtisodiy sudga beryapmiz. Iqtisodiy sud noqonuniy holat bo'yicha ham xabarnoma jo'natyapti prokuratura organlariga. Demak, imzo soxtalashtirilgan bu bo'yicha tekshiringlar desa, bu jinoyat qo'zg'atish rad qilinyapti. Va negadir sudlar tomonidan da'volar qanoatlantirilmasdan qolyapti. Bu tomoni bizga qorong'u. Demak, sudlardagi bunday holatlar bizni ranjityapti, ya'ni ularga bo'lgan qonuniy asosli deb bo'lmaydi ularning faoliyatini, ya'ni qarorini biz apellyatsiya shikoyati beryapmiz, lekin baribir foydasi bo'lmayapti. Nazorat qiluvchi tashkilotlar va mustaqil sud organlari bunday qarorlar chiqarayotganda fuqarolar qayerga borsin? Ya'ni bizning eng oxirgi umidimiz sudlardan bo'lganda, sudlar mana shunday qarorlar chiqarayotsa, biz dodimizni kimga aytamiz? Boshqaruv kompaniyalaridan va ushbu boshqaruv kompaniyani nazorat qiluvchi tashkilotlardan insof bilan fuqarolarni huquq va manfaatlaridan kelib chiqib faoliyat yuritishlarini so'rab qolamiz. Chunki har bitta qonun, har bitta qaror inson manfaati uchun yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday ya'ni xizmat qilmasdan turib aholidan pul undirish hech bir qonunga, na dinga, na shariatga to'g'ri keladi. Hurmatli boshqaruvchi kompaniyalari, rahbarlari, xodimlari. Demak, aholi sizga pul to'layaptimi? Puliga yarasha xizmatni amalga oshiring. Ya'ni xizmat ko'rsata turib, undan keyin pul talab qilsangiz, bu qonunchilikka ham, boshqaga ham to'g'ri keladi. Shuningdek, vazirlik xodimlaridan, ya'ni mas'ul tashkilotlardan shuni so'raymizki, fuqaroning arizasi asoslimi? Qo'lida asosiy hujjat bormi?
boshqaruv kompaniyaga nimaga chora ko'rilmayapti? Demak, belgilangan tartibda ularga chora ko'rishingizni, kerak bo'lsa, biling tizimidan chiqarib, to'langan summalarni qaytarib olish bo'yicha sudlarga vakolatingiz doirasida kiritishingiz mumkin. Shuningdek, mana shunday holatlar bo'yicha mana shunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizda mana shunday muammolar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.